Keyin pochcham uyga kelganlarda cho'tasanni ovqat qilib kelyapti deyotgan bo'lsalar, bu videoni pochchamga jo'natib qo'ying. Mana bunaqa narsani olib beradigan bo'lsalar, sizdan umuman ovqat qilib kelmaydi. Ko'ryapsiz, do'konimizga mana bunaqa vitishkalarni har xil variantlari kelgan. 1 оборотda, 2 оборотda, 3 оборотda, даже 4 оборотda ishlaydigan sensorli variantlari kelgan. Hozir men sizlarga mana bu ko'rayotganingiz 4 оборотda ishlaydigan variantini bitta ishlatib ko'rsataman. Yoqadigan bo'lsa, bosib yuboradigan joyi. Ishlashini ko'rdinglar, uyga borib bosib boradigan bo'lsanglar, mabodo uyingizda par yig'ilib, devoringlar terlaydigan bo'lsa, umuman terlashadigan holatlar bo'lmaydi. Undan tashqari ovqatdan chiqayotgan yog' dog'lar mebelingizga umuman yopishmaydi. Xullas, uyga borib bosib boradigan joyi. Endi bularning narx-navolari qiziq bo'ladigan bo'lsa, 350 ming so'mdan boshlanib 1,5 million so'mgacha variantlarni do'konimizdan topsanglar bo'ladi. Xullas, pastda nomer qoldiramiz. Murojaat qilasizlar, bemalol uylargacha yetkazib berish xizmati ham bor.